电视机前的观众朋友们，你们好！你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台和新疆特莱克投资管理有限公司联合制作的大型电视网络文艺节目第6季《Altın Göher丝绸之路之声》，我是主持人李嘉德。Salam ekran aldidagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi hurmatli ustozlar, shundoqla tomoshabinlar. Ushbu damlarda diqqatinglarda bo'layotgani Urumchi radio televiziya stansiya bilan Şinjan Tilak mablag' silish boshqarish cheklak sherikda birlikda uyushtirgan cho'ng tipdagi televiziya to'r san'at programmasi 6-qarar Altın Göher İpek Gölü sadası. Ben riyasetçi Nicat Veli Yakup. Çıraylık naqşlarımız bilan yan bir növbet İpek Gölü sadası programmasının mana şu nurluq sahnasiga jam bolduq. Aldı bilan ekran oldidagi sizning betaqatlik iligida programmamizni kutganligingizga minnatdorligimizni bildirish bilan birga naq maydonimizdagi ustozlarimizga, shundaqla ko'rmanlarimizga, texmo muhimi Jiroqdan bugungi musobaqamizga qatnashish uchun alohida qadam tashlab qilgan moyirlarimizga rahmatimizni bildiramiz. Ekran oldidagi qadrli do'stlar, 6-qarar Altın Göher İpek Gölü sadası programmamizga san'at kasbidagi boshlamchi ustozlarimiz alohida qadam tashlab qildi. Hurmat iligida ular bilan tanishib chiqaylik. Dövlətlik 1-ci dərəcəlik artist Xalqyar Naqşçı İpek Gölü sadası programmasının baş yetakçı ustazı Abdullah Abdurim efendim xush kelibsiz, qarshi olamiz. Şinjan Uyghur Abdunum Rayonluq Partikom Təşviqat Bölümü sabiq muavin kuzatuvchisi Şinjanxua efendim xush kelibsiz, qarshi olamiz. Dövlətlik 1-ci dərəcəlik kompozitor, ataqlıq naqşçı Şinjan Moda Musiqa Cəmiyyətinin muavin başlığı, mədəniyyət kəsbidagi boshlamchi ixtisos egisi mutaxassis Ablat Abdukim efendim xush kelibsiz, qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Tianshanning janub va shimolida zo'r olqishga erishgan yosh naqshchi va ijodiyatchi Toshmuhammad Botir efendim xush kelibsiz, qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Şinjan san'at sho'yanining yosh naqshi o'qituvchisi, yuqori ovozli ayol naqshchi Aygul G'ulom xonim xush kelibsiz, qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Şinjan san'at yurti Muqam san'at o'mikining yosh naqshchisi, 2-qarar İpek Gölü sadası programmasining chempioni Kamil Jilil efendim xush kelibsiz, qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Alqışlıq yaş naqşçı köy elçisi Hazreti Ali Muhammed Dursun xush kelibsiz, qarshi olamiz. Sensin yağmur yağdı derizen çekip Hayallerim şu yağmur bilen geldi geçip Sensin yağmur yağdı derizen çekip Hayallerim şu yağmur bilen geldi geçip Bir bitki şu yargan Sigindi Yağmur bulgu meni sügün Kavaçı Ul şehrdin mi? Ul şehir. Şehrin kirçeğizi. Şehirrak degine sen. Bunu naqshini qanday deyishimiz? Qaraysiz edep Qanday qaraysiz bu naqshiga? O'zingning naqshisi nima? Yo'q. Mushu naqshining ijodiyatchisi Sami Tursun. Ma muzikasini mening og'inim Imron Botir akkordlashtirib qilib ekan. Shu ashning muzikasi hisobda. Bo'pti, bilan naqshidan birini aytib eding. O'tiridagi pauzdan boshlabla aqchan xeyli hayajonlandingmi deymi? Voy. Ravrus. Oxirida unda mening talishim Aygül malum. Güzel bir arzu bilan besilgan qadam qalbiga tutashdi. Muborak bo'lsin. Bugungi tanlishingiz atki zo'r qalbingizga sababchi bo'lg'isi. İlmizat hissiyatı şundaq yaxşı, həm tekstlərini ifadələşi bolsun, avazı bolsun, avaz tüsümü şunçaq çiraylıq, yaxşı etqan, həm bəşlimiz örüldük. İlmizatnınki bəzi bir texniki cəhətdiki yetəklinişkə muhtaçkən degan ümiddə İlmizatni mening qurpam kəskə degandim. Həm İlmizatnınki mənə mening qurpam kelishini o'ylab baxmagan. Lekin kəgində şunçaq xoş boldum. Biz birlikdə səfərlərimizni birlə apmağalaymiz. Keyinki yollarımızda yaxşı bir həmkarlaşalaymiz degan ümiddaman. Sifat ve ünüm cəhətdə həmini qayil həm mayil qılğan Altın Göher, Ay Göher teri asraş məhsullatları bilan rayonumuzun güzellik quruluşida bösüş xarakterlik nəticə yaratqan Şanxay Göher Groyi mayırlarga omad tilaydi.
akam yaxshi bor. Yaxshi aka, yaxshi qada o'zanchi. Hamma yaxshi. Bu necha ko'msam, bu yuzlaring bag'asi oqirib, chachlaring paqirab kelishyapti juma. Rahmat aka, rahmat. Bu nima sababdan desan, bu Oltin Go'har markasidagi arlar bir yurishligi mushuni foydasidan bo'lgan. Aka, qarasam sen chechon bak qurg'oqlashib ketibdi, ishlatib ko'rib boqamsan. Sen sovg'a qilay. Rahmat. Ko'nglimda qo'sh qilsak, Oltin Go'harning mahsulotini bek yaxshilab olgandim. Ishlatib boqaymiz. Ishlatib ko'rib boq. Rahmat ukam. Aql aka, maqsad. A'lo sifatlik yurishlik mahsulotlari rayonimizdagi oshxonalarga va inoq oilalarga singib kirgan, tetikqu sohasida sarkardilik rolini o'ynayotgan Xinjiang Cho'ng Ustam yemaklik chekish shirkati mayirlarga omad tilaydi. Ko'klam. 大家好，我是夏提古丽，来自新疆伊犁。Yaxshimsizlar do'stlar, men Shotgul Turg'an, G'ulji Tekas noyasidan keldim. Odatda men to'r supisida bevosita tarqitish qilaman. Mushnangdagi mastanlarimningki e'tirof qilinishi va qo'llashi bilan bu programmaga qatnashib baqay deb qatnashdim. Men ommabop uslubdagi naqshlarni, uningdan keyin otishxonlik naqshlarni bakrak yoqtirib aytaman. Meningcha bo'lganda bu program qatnash orqali har qaysi ustozlarningki yetaklashi bilan o'zimning naqshi jihatdagi bilimini texim oshira olayman deb o'ylayman. Men boshlang'ich vaqtimdan tortib naqsh etishni yoqtiratdim. Oilada dadamning yetaklashi va dadam har xil sozlar bilan shug'ullangancha shu muhit menga ta'sir qilib, bara bugungi kun keldim. Mening orzuyim bo'lsa, menga ishongan, menga madad bergan mushu atrofimdagi odamlar va yoki to'r mastonlarimning umidini yerda qo'ymay, texmi tirishsam deb o'ylayman.
Qadrli do'stlar, sifat va unum jihatda hammalarni qoyil ham moyil qilgan oltin go'har, oy go'har teri asrash mahsulotlari bilan rayonimizning go'zallik qurilishida bo'sish xarakterlik natija yaratgan mas'uliyat va minnatdorlik tuyg'usi kuchli korxona Shanxay go'har guruhi programmamizning tajdorligini oldi. A'lo sifatlik yurishlik mahsulotlari rayonimizdagi oshxona va inoq oilalarga singib kirgan tetikqu sohasida sarkardilik rolini o'ynayotgan Xinjiang cho'ng ustam yemaklik chekilish shirkati programmamizni alohida talab qildi. Rayonimiz davasida yemek-içmek sohasidagi boshlamchi korxona Xinjiang Hardambog' yemek-içmek pay chekilish shirkati programmamiz bilan strategiyalik hamkorlashdi. Programmamizni yuqori sifatga kapolatlik qilgan Xinjiang imzor kiyimlari alohida qo'lladi. Tantarbiya bilan san'atni birlikda ilib menayotgan Xinjiang Chuchjamati bilyard klubi chekilish shirkati programmamizga yaqindan yordam berdi. Rayonimizda güzellikni söygüçi xanım qizlarning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan, sifat va fason jihatda xanım qizlarning olqishiga ham e'tirof qilishiga erishayotgan 18 yillik tarixga ega dilkor kiyimlari programmamiz bilan alohida hamkorlashdi. Rayonimiz tavasida yemek-içmek sohasidagi boshlamchi korxona Xinjiang Hardambog' yemek-içmek pay chekilish shirkati mayirlarga omad tilaydi. 尊敬的各位导师，大家好，我是叫夏提古丽图尔干，来自新疆伊犁特克斯县。Hürmetli ustazlar, müşahtanlar hayırlık olsun. İsmim Şatgül Turgan, Gulcu Tekes nahiyesinden. Evet, malum oylangan qaraganda yaxshi etqa o'xshaysiz qali. Endi hozir biz mana sizning buga o'rilgan naqshingiz to'g'risida ustozlarning gapini anglaymiz. Bu mayirimiz marhum Farida Qosimniki naqsini aytibdi. Ovoz tusi jihatdan, ijro jihatdan shu marhumni eslatib qo'ydi. Bo'pma shu avji to'g'ri ikkinchi bo'lak kelganda, ikkinchi bo'lak kelgan chog'dagi hissiyat ash ovozlari bakla o'xshab ketdi. Yaxshi aytdi naqshini. Shuning uchun o'rildim. Xohlasa guruhimiz qarshi oladi. Rahmat. Yaxshi gap bo'ldi. Bu ko'klam degan naqshni men intayin yaxshi ko'rdigan naqsha. Şatgül singlimni ait yaxshi o'rindida, ovozining tatli tamba taraflari bor ekan. Shuningga men Şatgül singlimga buningdek keyingi agar guruhim tanlab qolsa, hamkorligimizda yaxshi natijalar bo'ldi degan ishonch bilan sizga o'rildim. Rahmat ustoz. Guruhim kelishingizni qarshi olmayapman. Ovozingizdan shunchalik bir go'zallikni his qildim. Qalbi qanchalik go'zaldi bu qizning. İçki dünyası qanchalik güzeldi, bir ko'raychu deb o'rilsam, haqiqatan shunchak o'zingiz mi güzelkensiz, ovozingiz mi güzelken, balki mening gulpam kelsangiz, kim qalbingizning go'zal taraflarini bayqishim, ko'rishim mumkin. Rahmat. Bak yaxshi aytdingiz. Rahmat ustozimni ait yaxshi bavadi. Men shunga o'xshash mening guruhimga kelishingizni qarshi olaman. Qo'lma-qo'l taqdimma yaxshi naqshlarni aytishga gücümüz yetdi, ovozingiz bir chiroyli. Rahmat aka, rahmat. Bu Farida sabdishimizning bizga miros qoldirib ketgan asarlarning biri. Nurg'un yaxshi kinolarda uning obrazlari bor. Undan boshqa mushu naqshisi bizning hozirgi kelguncha yosh bolalarimizning yaxshi ko'rib aytgan naqshisi bo'lib qoldi. Bo'pmi qizlarning biz mushu naqshingiz orqali yana mushu Faridaga o'xshash ashundoq jamiyat uchun Xinjiangdagi adabiyot san'at ishlari uchun to'p qo'shgan bizdan burun ketgan ashundoq ustozlik asabdoshlarimizga bir yod etish qildik-ku mishada turib. Ablat ma'lum bayat dedi, avjida avjini aytayotgan vaqtida Faridani bak esladim deb. Men mashta qildim qarang. Shu Faridaniki vafot bo'lgan maydonlarda men botdim. Shunga menga bak ta'sir qildi ma qizimizning aytgan naqshisi. Siz hamda hozir bir tanlash bosqichiga kelsiz. Keyingi bosqichlarda sizning yana yaxshi arzu armonlaringiz to'g'risida paranglarni anglaymiz. Hozir siz ustozlardan birini tanlab oling. Mening tanlashim Göher armanlarını rastalla kol bilen tutqılı, köz bilen kögül buludğan Göher'e aylandırdı. Bu, Şanxay Göher Guruhining baş moderi Göher Hanım'a berilgen addi, lekin chin baha.
u top to'g'ri 21 yil tirishish orqali G'ulji nahiya bozoridagi asldagi 80 kvadrat metrlik Talla bozoridan taraqqiy qilib, bugungi Şinjan Oltin Go'har xalqaro savdo cheklik shirkati, Şinjan Oltin Go'har biopantexnik taraqqiyot cheklik shirkati, Xaynan Go'harga xalqaro biopantexnik cheklik shirkati qatorliqlardan tashkil topgan 100 dan ortiq ishchi xizmatchisi, 200 dan ortiq amaliy do'koni bo'lgan Go'har guruhini borliqqa keltirdi. Mana bular Go'har guruhining davlatimizning girim buyumlari ishlab chiqarishidagi boshlamchi korxona Shenzhen Lanting guruhi bilan birlashib, Şinjanning jug'rofiylik sharoiti, iste'mol odatiga qarata ilmiy tadqiqot berib, bu rayon kishilarining teri aloyiligiga qarata maxsus dengiz jonliqlarini xom ashyo qilib ishlagan, kamni to'liqlash, ortiqni tangponglashtirish roliga ega Oltin Go'har teri asrash yurishliklari. Go'har guruhining Shanxay Chuanli guruhi bilan hamkorlashib, butunlay avtomatik, odamsiz muhitda maxsus o'simlik javhari bilan odamga xom ashyo qilgan alohida teri yashartish iqtidoriga ega Oy Go'har teri asrash yurishliklarini ishlab chiqarib, 200 xildan ortiq mahsuloti bilan rayonimizning go'zallik qurilishiga to'kib qo'shib, Yeşil mahsulot nomi bilan davlatimiz girim buyumlari sohasida ta'sir kuchi zo'r marka, eng dangliq marka, saxovatchi korxona, 3A darajalik ishonchlik korxona degan sharaflarga erishib, mas'uliyat va minnatdorlik tuyg'usi kuchli bo'lishda korxona ro'yini namoyon qildi. Shirkat sirtqi qarta setishni teziltishdan avval ichki jihatda tarbiyalashni kuchaytirib, sistemalashgan muntizam qo'shinni borliqqa keltirdi. Qarallik holda cho'lponlar hamkorlik faoliyatini o'rinlashtirib, xalq yaxshi ko'radigan cho'lponlar bilan mahsulot nom kartasini birlashtirdi. Yo'l mangansir ravon bo'ladi degandek, Go'har guruhi yaqinda yuqori texnikalik tajriba tadqiqoti asosida Go'har markasidagi hormondan xoli boniausan tarkiblik kollagenlik oqsil peptid ichimlik va Go'har koenzim Q10 yumshoq kapsula qatorliq sog'lomlik mahsulotlarini ishlab chiqarib, bu sohada yangicha taraqqiyot bosqichiga kirdi. Go'har liderining jafosiga davr ritmi Shanxay energiyasi birlashib ketgan. Dunyoda faqatla mag'rur yagona birli Shanxay bor. Shanxayda yo'riq yulduzdek chaqnab turgan Şinjanlik Go'har bor. Shanxay Go'har guruhi. Aku, o'xshagan bir tamoq bo'lsa yeb kelsak bo'lmamdi. Cho'ng ustamning xurishlarini olib, nima deysak o'xshaydi emasmi? Nima deb u? Dukka ismlik hamma yerda bor. Çoğustamın namı yetti şerşege Tamları okşap gitti hem yerde Çoğustamın namı yetti şerşege Tamları okşap gitti hem yerde Çoğ ustamның çoğluğu var. Çoğ ustam tayyor tamoq va tetik qo'llari. Sağırıp pişkan ürüknün taze may bağlagan yerden camның qaq suyunu tayarladık. Şu yılları 75'de olturup yegen kökçinin təmini camның kökçisinden tetedik. Can dadamның yaxşı gördüğün əsəl suyumu camda var. Biz içip köngen, balıq çağlarımızda öğü öyledi köygen bu içimlikni əmdi qaytı tapdık. Cam. Yigitning imzor yarashgan bardam qomatdagi cho'qqila havas qildi-yu, qalbini bilishga amalsiz qoldi. Yigit sukut ichidan o'zini izdadi. İmzar uningga "Men sana hamroh, har vaqt mardona bo'l" dedi. Yigitlarga hurmat yor bo'lsin, erkak zinnati imzor bo'lsin. Imzori kiyimlari. Tush jamiyati biliyat klubi faqat tijorat so'rili bo'lib qolmay, har tavallikdagi musobaqa nuqtamizdir. Ko'ngil ichish, musobaqa, sahna, azodi muhit, rahat kayfiyat birlashgan tush jamiyati biliyat klubimiz biliyat qizg'inligini yuqori ko'tarish va xaridorlarga huzur beg'ishlashni maqsad qilgan. Şinjan tush jamiyati biliyat klubi cheklik shirkati. Men Baxtiyor Mamudchush. Tush jamiyati hammamizning jamiyati. Qani birlikda tush jamiyatida jam bo'laylik. Xonim qizlar, olamning quyoshi, dil qonining angush tari. Dilkar kiyimlari ana shu angushtar kabi xonim qizlarning esil yorishiqidir. Dili oq, gul yuzlarning yorishig'i dilkor kiyimlari. Vaqt rahimsiz. U hamon bizni qiyirtidi. Lekin go'zalligimiz o'z qo'limizda. Oltin Go'har kollagenlik oqsil yurishligi, sumirishchanligi yuqori kollagenlik oqsildan ishlangan bo'lib, osonla yuz terisiga singib teriga suv to'liqlaydi. Terining elastikligini yuqori ko'tarib, qo'riq tushishining oldini oladi. Teri hujayralarini oziqlik bilan ta'minlab, terini tegidan suzuk, yumron qilib, dog' tushishining oldini oladi. Terining hayotiy kuchi dal kollagenlik oqsil. Oltin Go'har kollagenlik oqsil yurishligi. Mening tanlashim
Toshmuhammad Batir ustoz. O'zni suyish manmanchilik emas, balki u sizning hayotga tutgan pozitsiyangizdir. Hayot cheklik, sevgi cheksizdir. Kelgusingizning yaxshi natijalar bilan davomlashishini umid qilamiz. Şatgül Turg'un sonimiz aytgan ko'klam degan naqsha hammamizni bir go'zal tuyg'ularga boshlab berdi. Shuningga biz 4 ustoz bu sonimizga o'rilib fursat berdik. Oxirida bu sonimiz yana mening gruppamni tanlab, mening gruppam keldi. Men bu sonimniki ovozidagi adamga zo'q beradigan taraflarni bayqalığım üçün çoxum meningki xayolimdagi o'yimdagi narsalarni hamkorlik ustiga chiqsaq çoxum yaxshi asarlarni chiqalaydi degan ishonchim bo'lg'achqa bu Şatgül Turg'un singlimizga fursat berdik. Çoxum yaxshi tirishsa, yetaklashimiz bo'yicha mangsa yaxshi asarlarni chiqalaydi degan ishonchim bor. Adaşım kiravotsa Qara adashma Cho'ng'istonninki tetiklarni setib kirgandim degina, buningki turlari intayin jiqkan. Samar sho'rib tetqisi, quruq qozon qo'rim tetqisi, yana shunaqami shu Italiya chöp tetqisi turlari intayin ko'pkan. Kechdi bir payzi qilib yemamda. Voy pulda adash buni turlari xali jiqkan puludu. Onda qachonsini qulan xal tatliq kechdi bir payzi qilib, qo'rdoqdan birini qo'rsang payzi qilib yeymizmi da. Bu chataq uchrab ketdi. İmzar kiyimleri mayırlarga omad tilaydi. Yağmurluq keçəni anlayın. 大家好，我叫凯撒，今年32岁，我来自新疆土木属市。Yaxshimsizlar do'stlar, mening ismim Qaysar, bu yil 32 yosh, yurtim Xinjiang Tumshuq shahridan. Ipak yo'li sadasi programmamizga o'zimning kasbiy bilimini namoyon qilish uchun va bundan keyin shu kasbimni texmi taraqqiy qildirish uchun qatnashdim. Men odatda pop, anandan keyin jazz uslubdagi naqshlarni yoqtiraman, ham aytaman. Bu qarorliq Ipak yo'li sadasi qatnashda bo'pma opam, otam, inim, maylik o'zimninki oilam, hatto bolam bo'lsin. Şular intayin çoğun turtkilik rol oynadı. Bundan keyingi arzularim bo'lsa texmi bak yaxshi, alqishliq, yiqishliq kuylarni do'stlar bilan o'rtoqlashsam ekan deyman.
çekiler aslan hasretlik Yanrıtıp nakşam bilmedim Yığılaygan yürek mi yaman mı Gönlümün tarısı çekiler aslan hasretlik Yanrıtıp nakşam bilmedim Yığılaygan yürek mi yaman mı Laylo 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 la 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 Pek oturup ketken nimler xiyal qolsa? Oturup o'ylab qoldim adash. Hamma narsaning zamonga yarasha modasi bo'ldiki, kiyim-kechakning modasi bo'ldiki, biz anglaydigan naqshlarning modasi bo'ldiki. Albatta modasi bo'ldi adash. Bu ishlarni o'ylab nima ish qilasan-da? Shu havo yillashqi boshildi adash. Bu yil shu ichimliklardan qaysi ichimlik modalar deb o'ylab qoldim. Albatta adash, Abdulla Abdurim ustozimiz obraz vakili bo'lgan Erdambog' jam ichimliklar bo'ldi adash. Qaysi ichimlik bu? Qutaqdi. Mana bu Erdambog' jam asal suyi. Ketib boqamsan? Adash nimani ta'mi yaxshi buni? Mush bir qutulma? İşte deylanını bilib, adash ben sana bir yaşga qash ekandim sana beray, ya? Animda yaxshi. Abdunum rayonimizning tantarbiya va adabiyot san'at kasbiga o'rtaq kuch chiqarib kelayotgan Shuish jamoati bilyard klubi chekilish shirkati Mayirlarga omad tilaydi. Qadrli ko'rman do'stlar, oldingi qarar programmalarımızga o'xshashlam. Bizning 6-chi qarar Oltin Go'har Ipak yo'li sadasi programmamizda natijaga erishgan mayirlarimizga tayyorlagan mukofot buyumlarimiz ajoyib katta. Birinchi darajalik mukofotga erishgan mayirni Shanxay Go'har Bro'yi chekilish shirkati 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Ikkinchi darajalik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Cho'ng Ustam yemeklik chekilish shirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Üçüncü derecelik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Herdambog' yemek-ichmak pay chekilish shirkati jam yurishlik ichimliklari 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. 4-chi darajalik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang imzor kiyimlari 40 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. 5-chi darajalik mukofotga erishgan mayirni bo'lsa Xinjiang Shuish jamoati bilyard klubi chekilish shirkati 10 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. Undan boshqa 6-chi darajalik mukofotga erishgan mayirimizga ko'ngil so'g'imiz tayyor bo'ldi. 6-chi darajalik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Dilkar kiyimlari 5 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. Mayirlarimizga omad tilaymiz, natijalik bo'lg'aysizlar. 各位老师，你们好，我叫凯塞，我来自新疆土木术科市。Yaxshimisizlar, barcha ustozlar? Mening ismim Qaysar. Yurtim Xinjiang Tumshuq shahridan. Biz bu yil necha yosh kirdik Qaysar? Bu yil 31 yosh kirdim. Ha, yoshimiz bor. Yaxshi aytgan bu naqshini. Rahmat. Biroq mushu ma'lum sabablar tufayli ma'lumlar aylanishdi. tegishli bo'lmagan sifat emas bu rost yaxshi aytdi. Yaxshi ijro qildim. Bo'lmaganda bir ishga aylanishimiz kerakdi bu. Yo'q sen birini urmabsan. Mayli qanday bo'lishdan qat'iy nazar ish qilib
malımla aylanmay kaldı diyene. Biz onu özümüz toluqlaylı Qaysar. Ben tumuşqa bağanda seni izday Qaysar. Sen buniki Ürümçik kelgende meni izdigin Qaysar ablat malını izdajman bu mu tumuşuqliq? Amma qitim mashta bo'lib qoldi. Biz umdaroq tajribalarni yakunlab kep. Bugun naqshni umdaroq bir tanlab, mazmunini toza to'liq uqqanmidimmi, rozi bo'lmay qoldim dedim. Kech laylay deydi ekan. Bu naqshimi undan naqshi. Ey hozir Qaysar, shu ko'ngil so'zlaringni aytganga 1-2 minut vaqt bor. Mening ko'ngil so'zim bo'lsa, eng avval oilamdagilarga, aqllarimga, yana kelib o'zimning oilasidagi o'zimning xonish bo'lgan o'zimning xonimi, ya'ni ayolimga intayin ko'p rahmatimni aytaman. Nemishqa desa, meni bu jihatda, kasbim jihatda intayin qo'llab kelganligi uchun men intayin cho'ng rahmatimni aytaman. Agarchi bugun ozgina bir afsuslik bo'lib qolib qolsa, men buninglik bilan to'xtab qolmayman, davomli tirishqa cho'qim kafolatlik qilaman. To'g'ri, menmi Qaysar Suldanmi kichikroq vaqtda shu Mustaq tanlanmay qolgan vaqtlarim bo'lgan. Men shu vaqtda sizlarga o'xshash mushtaq niyat qilgan. Buningliklar bo'shab qolsam bo'lmaydi deb. Ras, bo'shab qolsa bo'lmaydi. Bo'shimaganda anda natija chiqadi. Lekin naqshini yaxshi aytdi ekan, bu nima sabab hamda bilmadim bo'pti. Biz bundan keyin to'liqlashib ketamiz bu. Shunda bir sabab kerak hamda bu balla bilan. Mush bir sabab bilan tanishibdik. Bundan keyin davomli qiziqishimiz bo'yicha mush naqshi yana aytib turmiz shundaqmi? Shunaq. Qaysar. Qallimiz uyuvatdanildi mana Qaysar degan ismni. Ma'qul Qaysar. Kelinglar, xo'shlashimiz. Sahnimizda tanlashma, shallashma bo'ladi. Bugungi talon olmaslik san'at yo'lida to'xtab kelishni ko'rsatmaydi. Sizning sahnimizdan qaytgandan keyin texnik tirishib, o'z natijangiz bilan qalbimizni moyil qila olishingizga ishonamiz. Sen degan hamon nima? Aku, o'xshagan bir tamoqni yeb kelsak bo'lmamdi. Cho'ng ustamning xurishlarini olib, nima deysak o'xshaydi emasmi? Nadi bu? Dukka ismlik hamma yerda bor. Cho'ng ustamning nomi yetdi shashaga. Taomlari o'xshab ketdi hamma yerda. Cho'ng ustamning nomi yetdi shashaga. Taomlari o'xshab ketdi hamma yerda. Cho'ng ustamning cho'ngligi bor. Cho'ng ustam tayyor tomoq va tetikqo'lari. Dal mushtam shu. Men ichgan qoq suvi jamning qoq suvi. Aka bu jamning qoq suvi shundaq payzmi ekan? Albatta, ichib baqsang bilasan. Ukam, Abdulla ichgan qoq suvidan bizga nima keling? Jamning qoq suvidan deymiz. Sag'irib pishgan urukning toza may bog'lagan yerdan jamning qoq suvini tayyorladik. Shu yillar 75 da o'ltirib yegan ko'kchining ta'mini jamning ko'kchisidan tetidik. Jan dadamning yaxshi ko'radigan asal suyimi jamda bor. Biz ichib ko'ngan balliq chaqlarimizda uylarda ko'ygan bu ichimlikni endi qayta topdik. Jam. 20 yillik tarixga ega Mijit Avtomobil Mulozimat Markazi sifat mulozimat texnikani bosh nishon qilgan bo'lib, avtomobil tok yo'li, avtomobil remontchiligi va avtomobil asrash birga birlashgan universal mulozimat markazi. Yangi texnika va uskunalar atrofliq va samimiy mulozimati bilan avtomobilingizdagi har xil masalalarni hal qiladi. Eng yangi texnika, samimiy mulozimat Mijit Avtomobil Mulozimat Markazida. Adresi Davan Shimol yo'li 593-nomer. Telefon 138 998 138 74. Sahar. U ormonlarni cho'qaloq yozgan qirollik chaqlog'iga o'xshaydi. Xo'shallik izdiguvchilar uchun turmush ular yoqtirib rang bergan rasmdek huzurliqdir. Xohlaganda qushqa va yoki yomg'irga aylanadigan. Ma'nilik yashashni istamak bo'lsak, o'zimizga davomli ilhom beraylik. Bu ilhom sog'lomlik bo'lsin. Hayotimizga go'har sog'lomlik mahsulotlari hamroh bo'lsin. Go'har. Qiziqishning oldida harg'inlik hech gap emas. Lekin yangilik ba'zida qizg'inlikni besib tushadi. Hammani besib tushadigan bo'lsa, yanala katran yo'bini. İşenmisanız yapaqalardan sonra. Çünkü onun lezzetini yapaqalar bilir.
ketiren yöbini. Taşkın demek vücudumga kuch kuvvet. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşkunluk ve işenç taşkından başlangısı. Taşkın aksıl talqanları. Hanım kızlar, alemnin kuyaşı. Dil kanının engüç teri. Dilkar kiyimleri ana shu angishtar kabi xonim qizlarning esil yarışıqıdır. Zilva boylarınızga yaraşkan dilkar kiyimleri bilen özgü dillani mahliya aylan. Dilimda bir yar, tanlışım dilkar. Dili ah, gül yüzlerinin yarışığı dilkar kiyimleri. Aka, mushu erlar kiyim-kechak madaniyatida erlarning salobitini kostyum burilib bekrak namoyon qilgan deb o'ylayman. Rost deysiz Jumasonim. Bek retlik, bek ruhli ko'rsatmasmi bu kiyim? O'zingizga nihoyat yarashibdi aka. Voy rahmat. İmzarning emasmi? Bu imzarning kostyum burilganlari mayli yigitlarimiz olsun, mayli erlarimiz olsun, xuddi shunday yarashadi. Rayonimizda güzellikle söygüçü hanım kızlarının oldun tanlışı bulup keliyotgan süpet ve fason jihatda hanım kızlarının olqishiga hem itiraf qilishiga erishayotgan 18 yıllık tarixga ega dilkar kiyimleri mahirlarga omad tilaydi. The falling leaves street by the window. Whoa. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the somber hands I need to hold. Send you in our ways. The days grow long, and soon I'll hear winter songs, but I miss you most of all, my darlings. When autumn leaves start to fall. The days grow long, and soon I'll hear winter songs, but I miss you most of all, my darlings. When autumn leaves start to fall, the falling leaves drip by the window. The autumn leaves are red and gold. I see your lips, the summer kisses, the somber hands I need to hold.
各位同位老师们好，阿卜杜拉爸爸你好，陈建华爸爸你好，还有5位我最敬爱的卡梅哥哥、阿尤老师，阿布莱爸爸你好，塔西麦麦老师，还是迪丽哥哥，大家好，我叫海丽丽博格拉。帅哥好，帅哥你好，你好。现在就读于北京舞蹈学院音乐剧专业，对，今年20岁。好，太好了。Salam merkez ustozlar, Abdullah dada, Şencenxo dada, hammanglarga Xilil Bug'radin o'tliq salom, oliy ehtirom. Sizni mushu sahnada ko'rib xush bo'ldik ukam. O'tgan yilgi mushu vaqtlarda mana imtihonninki tayyorliqlar bilan shunchalik jiddiy tayyorlik holatda turdingiz. Xilil ukamiz mushu imtihondami eng yuqori nomerlar bilan shu poytaxtimizdagi maktablarga o'tdi. Shu nomerlarning ichidagi naqsh natijasi eng yuqori bo'ldi ya. Sizni mushu sahnada ko'rib shunday xush bo'ldim, bek so'yinib ketdim. İşləriniz texim yaxşı bo'lib ketgisi, yaxşı bo'lsin. Mushu yingöjüni mana bugungi ma yingöjüni shundaq yaxshi ap kapsiz. Buningki mazmuniga cho'kish bo'lsin, mush tekstlarni ifodalash bo'lsin, sahnadagi qiyofatlaringiz bo'lsin. Shunchalik so'yinib ketdim. Butun shu mamlakatimizga o'zingizningki yaxshi asarlarni taqitib, texim chaqnab ko'plarga yetishingizni chin ko'ngildan umid qilaman ukam. Xilil bolam bu ovozning to'yini nagiroq tushidi shunday olganda. Low C'ga. Buning o'shqiga tushidi o'xshaydi. Buning Sizda meshkida o'shqiga. Raurs gradus degandek yaxshi bak tuan. Bak xosligi bor, xarakteri bor, xosligi bor ovoz bu. Bak kam tepiladi bunday ovozlar. Mushu ovoz bo'yicha o'zi ijro qilib aytgan, taqtiyotgan naqshlari bor-ku. Bugun shunday olganda Xilil bolam bu yerga jabingmi yoki mahirmi? Ya buningmi musobaqa qatnashadiganға yana azroq chiniq turib akildigan bo'ldi. Xilil Bug'ra deymiz mush bolalarga sahnaga chiqish fursati hozirlab berdi. Mushu İpek Yo'li sadosi programmasi. Bular o'zining bir yaqindan beri qo'lga keltirgan natijalarini har biringlarga qo'yib o'qimoqchida mush fursatda. Bu bolalarimiz shunda bir-biridan isil, bir-biridan kelishgan, bir-biridan mahorat, talantli ajoyib shunda yaxshi o'ynaydi. Yaxshi axloq fazilat bilan shunda hozirgi mush yeshidagi natijalari o'zining yeshidan olqib ketgan mush darajada. Mushunda yaxshi bo'ladi. Biz kelgusida intan bir yo'ruq cho'lpon yo'ltirizlarimizni mushlarning vujudidan ko'ryapmiz. Davomli tirishimiz. Rahmat abla. Huzurlandik degan bu ovozlar. Bu Xilil inimniki naqshlarni men izchil diqqat qilib kelaman. Xilil inimning naqshlarini men anglag'anlarim qaraganda bugungi hissiyotgan jurim o'xshamaydi. To'g'ri. Bugun rasmiy biz unda bir opera teatrning naqshi anglayotgandek bir hissiyat turib angladik. Buningdan Xilil inimniki buningdan keyingi natijalarning simasini ko'rib olg'ili bo'ladi. Buningdan keyingi o'qishlar natijalik bo'lsin. Cho'qim natijilik Allah bo'lishiga mening ishonchim bor. Hozir anaqaga graduatedan shu oliy maktab o'qishi hamda boshlandi-da. Oliy maktabni bir o'qib bitirib olsang, qanaqaga asli ishni shuningda ko'ramiz. Men bunda o'ylab qoldim Abdulla aka. Masalan, biz davrimizda o sharoit yo'q, o'qiyolmadik dedik, ba'zilar o sabab dedik, ba'zi bu ma'lum sabab dedik, o dedik, qilamadik. Hozir chiqqan bol biz o'ylaydik-da mushtaq joyga o'qigan bolalar bizdan jiq chiqsa bo'lmamdi degan orzu batdi. Mana hozir bir yurish bolalar shu orzuyimizni amalga oshirib sap arqa-arqadan o'sha danglik maktab. Endi bu maktablarga eng asos qildig'ini shu bolalarningki amaliy maharati, amaliy qobiliyati bilan kiradigan maktablar-chi bu. Shuningga bu odatdagi maktablar emas, sizlar bilim olayotgan maktablar. Sizlardagi mas'uliyatmi ig'ir, shundaqla bir jamoa ig'ir. Ama mana bugun ko'rib turibdik, maktabga qadam ep turib bizga bergan usulinglar bizni shunchalik xush qildi. Cho'qim buningdan keyin buningdimi biz hayron qoldik, natijalar bilan kelishlar degan ishonchimiz bor. Rahmat. Film naqshaning eng oxirini aytamiz, hozirgi aytgan eng oxirini. I need to hold
chiqib, hammamiz bir chiqib. Hadi sizning tizingizda to'xtab kelyapti. Tapana chiqib boram, mening ushqum to'xtab qolib, buning menikidimi to'yib buning ovozi. Hop. Shunga qaraganda ustozmish, bu egasi kelishga odamning ovozi to'yin chiqib qolishmamdi. Hozir qaysanlar ovoz chiqadi. Ammo u tushgan bilan xudu, xudun ağırlık, kalınlık yok da. Bu asli Kamil'nin avazı şunda kalınlık tüven. Özününki şu düşken tüven teveside Kamil'nin avazı eyinden çıraylık çıkıdı. Düşüşlem emez. Nahit rahat şunda şu süpetlik çıkıdı demekçi. Mavi bayka düşken urun takım şunda tüven emdi. Tüven yer var. Bu nimenin neticesi desenler, ma balımız hazır müzikalik tiyatro boyunca terbiye ediyordu da. O Taşmehmet Nait doğru dedi. Bunun nakşlarını buzulma anlagan. Hazır mı okup gelgendiğin kim bugün kuybası da çoğun ilgirleş var. Yengöcüde okuçularını terbiyeleştim o Nait katlık talep koyuldu. Artistlerge koyduğun talep Nait yukarı. Bula usul oynayalış gerek, müzik biliş gerek, nazariyelerini biliş gerek. Başka avazı acayip yaxşı buluştun başka. Biyoyen. Biyoyen. Aşı avazını qandaq chiqarish yengöjüninki artistlarga qo'ydigan talablarning boshqa hammani chiqarib turmuş ovozga qo'ydigan talablar alaydi bakchi. Nima qiladi desa bu bola asarning talabi bo'yicha ma'lum bir personajning obrazi uchun ovozini hatto ashnoga moslashtirish kerak. Ovozda obraz chiqarish kerak. Biyoyanni ko'may turib ovozni anglasangmi obrazni his qila olishing kerak. Shuning uchun xizmat qildirdi. Buningga bak qattiq talab bo'ldi. Hozir aktam siz mijiqni chiqib o'ginayotgansizlar. Mijiqim chiqib ko'zim qizirib qolib. Ko'zimni qattiq ko'rdim, adabsizlik bo'ldi. Ko'zim azroq qizirib yarishibdi shunday. Yarishibdi. Hamda senmi shu yosh bolalarning ichida hamda cho'ng bir maktabga o'tding. Ota-onaning tarbiyasi ostida hamda dadangning shu san'atga qo'shgan to'yibsiz az emas. Bu yosh bolalar bas-basda keyin-keyindan nayt chiroyli ilib menyapsizlar. Onun üstüne bu aşağıda kilip bir kahvasıyla beni izleydi. Aka tüvenin avazını kandak kılımız da makşılını tan etişip. Böyle elip bana da buna tırışacağım bu. Şu an bunun da işlerin takım yakşı olsun. Rahmet. Mişinde peyz nakşılınca kırak okutuğu. Rahmet Kamil'e. Meyli xilil buğra olsun, muş balla emmisi. Manda yani bir cihetli ilbeytkanda muşu İpek yolu sadası mektibinin küçük okuğuculardı bulaçı. Gerçi bula musabık katnaşmasımı davamlık muş işte billa jürüp hesapta bulamı müşahede terbiye ağam balla. Şunun bilen buladı nakşı müzikga hatta çoğunluğun sıra bula nimi doğrusu da sanatının qaysı türleri de terbiyelensi özü en yaxşı bulduğallığı mükemmel bulduğallığını oylap yetkidek buldu. Bu mu müziklik tiyatrını tanlap hazır mana gözümüz koygan neticini yaratıvatıdı. Şu altı karar İpek yolu boptu. Abdullah dadam başçılığıdaki her qaysı ustazlar şu dadamni qo'llab, Buğra Madaniyat tarqitish şirketini qo'llab, shuni xizmatin qilganinglar uchun men bu dadamga vakil ham Buğra Madaniyat tarqitish shirketiga vakil sizlarga holinglarni so'rab, hodiqinglarni bir chiqiray deb naqshamni olib keldim. Yoqtirib olishinglarni umid qilaman. Chiqadim. 唱得非常好，给我们献了一首大歌。对啊，这首歌这个唱非常大气啊！看来你在北京学习的很好，成绩突出。可以，我觉得他在他这个同龄人当中，他是个佼佼者，是榜样啊，是榜样。这个文化的力量是无穷的，所以你在这一方面，我看到了你这个前途非常光明啊，继续努力啊，好，继续努力，你唱得非常好，谢谢沈建华爸爸，感谢，我会继续努力，不会辜负各位老师们的期望。好，谢谢。Rahmet sana. Özanlar selamlar.
sifat va unum jihatda hammani qoyil ham moyil qilgan oltin guhar, oy guhar teri asrash mahsulotlari bilan rayonimizning go'zallik qurilishida bosish xarakterlik natija yaratgan Shanxay guhar guruhi mayirlarga omad tilaydi. Vay aka, gitar çalıp charchimidingmi? Biray ko'rib o'ynab kelmamdoq. Bo'ladi, nega bo'lsa qilar? 3 jamoat bilyard klubi ko'rib o'ynab kelmamdoq. Bo'ladi, ketdik. Jira. A'lo sifatlik yurishlik mahsulotlari rayonimizdagi oshxonalarga va inoq oilalarga singib kirgan tetikqu sohasida sarkardilik rolini o'ynayotgan Xinjiang Chongstam yemaklik chekish shirkati mayirlarga omad tilaydi. Nimishqa degan naqshni bir anglaylik. Salam ekran altidagi barcha aziz do'stlar, salam ustozlar, hammalarning mushat xayrlik bo'lsin. Men 6-qarorliq Oltin Guhar Ipak yo'li sadosi programmasiga qatnashib kelgan Mayir Abdurahmon Tursunov sizlarga salomlar bo'lsin. Bu program qatnashishning ahamiyati bo'lsa, mendagi yetersizlik, ortiqchilikni joriy qildirganga bir sahna deb qarayman. Meniki kelgusi naqsh aytish arzuyim bo'lsa, shu Ipak yo'li sadosi programmasi orqali cho'ng sahnani ko'rib olish, ustozlar bilan yaqin oralikda bir suhbat o'tkazish, o'zimni bir tanlash. Ayrılışni niyet qilib turib Sevinaman yana nimishqa Ayrılışni niyet qilib turib Sevinaman yana nimishqa Tikanlikning arashlaridan Geçilidur anonimishqa Geçilidur anonimishqa Dünya iken tılsımat bağça Sen idin sen lavların gonca Hiyallarım tümen min parça Söygünüm bir danen imişqa Söygünüm bir danen imişqa Parçalap birer Atlarını kamçılap birer Küllerine tamçılap birer Bu ekidem zayan imişqa Çın tutuşqa tegişlik kolban
Özümge tegişli gül bağ Araşlardın kenlikke yol bağ Yine yalnız hanen imiş Yine yalnız hanen imiş Rayonimiz təvəsində yemək-içmək sahəsidəki başlamçı karxana Şinjan Erdembağ yemək-içmək payı çəkiliş şirkəti Mayırlarga omad tilaydi. Qadrli dostlar, sübət və ünüm cəhətdə həmməylərinin qayil həm mayil qılğan Altın Göhər, Ay Göhər teri asraş məhsullatları bilan rayonumuzun güzəllik quruluşida bösüş xarakterlik nəticə yaratqan məsuliyyət və minnətdarlıq duyğusu güclü karxana Şanxay Göhər Guruhi proqramımızın tajdarlığını aldı. Əla sübətlik yürüşlük məhsullatları rayonumuzdakı aşxana və inaq ailələrə sığıb kirgan tetutqu sahəsində sərkərdilik rolunu oynayatqan Şinjan Çoğ Ustam Yeməklik Çəkiliş şirkəti proqramımızı alayda tələb qıldı. Rayonumuz təvəsində yemək-içmək sahəsidəki başlamçı karxana Şinjan Erdembağ yemək-içmək payı çəkiliş şirkəti proqramımız bilan strategiyalik həmkarlaşdı. Proqramımızı yuqori sübətə kapalatlik qilgan Şinjan imzar kiyimləri alayda qo'lladı. Tantarbiya bilan san'atni birlikda ilib menayotgan Şinjan Chuchamati bilyard klubi çəkiliş şirkəti proqramımızga yaqindan yordam berdi. Rayonumuzda güzellikni söygüçü xanım qızlarının aldın talışı bulup geliyotgan, sübət və pason cəhətdə xanım qızlarının alqışıga hem etiraf qilishig'a erishiyotgan 18 yıllık tarixga ega dilkar kiyimleri programımız bilan alayda hamkorlashdi. Adaş tügmedi mi atıqı? Vay ya adaş bu VCR'daş tügmemiş tapdı. Qolsaq mı içip oturab yotib maysa? Oho, kes kapsarcı mı? Nima olsa? Bu adaş şu Ketrenninki alayda aytoqçı yok. Bizdenki şu basketbol çalıplarımız şireli obrazdaki loğan bek yeşik ya. Sana bana kaç kıdım? Şinjan pırçanatta bu. Badam, yağa, gülüklerini çıkıp uzatqım nar juğuri. Anda qilamiz. Ma bir tane abdoq ma'lumayet. Ma öydük gilayın çıqaraq bolsa bu avazı çalıp bağım diyor lan. Pes talabasılama geçeş var. Çıqlayamiz, çıqlayamiz. İmzar kiyimleri mayırlarga omad tilaydi. 大家好，老师们好，我是来自土木市歌师选手Rahman To'shin. Salam, ekran oldiga barcha ko'rganlar, hurmatli ustozlar. Men Tumsh shahridan kelgan Mayir Abdurahmon Tursun sizlarga salomlar bo'lsin. Bek yaxshi bo'ldi Abdurahmon. Aygul muallim, Oblat muallim, Yantosh Muhammad muallim 3 ustoz mushu naqshdan ta'sirlanib o'rindiq aylantiribdi. Bu natija nihoyat katta natija. Doğrusu biz muallimlarning kichkinadan bahosini anglab qilib. Rahmat ustoz. Birisi bu naqsha Kamiljon aytgan naqsha, ijodiy naqshingiz. Ijodiy naqshining ichida siz aytgan naqshlaringizning ichida xilli ravris yaxshi muvaffaqiyatli chiqqan. O'zingizning ovoziga tushgan, xarakteringizga melodiya, aytish, ijro shunday joyiga tushgan naqshingiz. Men yaxshi ko'raman, yaxshi ko'rgan. Bugun bu Mayirmo sizniki ovoz tusingizdan tortib hissiyotlaringizgacha ijroda shu naqshni anglab o'rgangankan chuqumlanish bo'ladi. Ashta bo'ldi. Men dastlabki misralarda shu Kamiljonninki o'zi deb shunaqa o'yladim. Andan keyin asosli bu naqshni nihoyat yaxshi ijro qildingiz. Shu naqshni shunday hissiyotda ijro qilib ketgan ahvolda menimcha keyingi bosqichdagi biz taqsimlagan biz birlikda bundan keyingi bosqichlarda yetkazmoqchi bo'lgan naqshlarning o'disidan shunday nihoyat yaxshi mahorat bilan o'tib o'disini chiqarlaydi degan ishonch bilan o'rildim. Ammo shu naqshiga bunday aytilayotganda bir o'rilmay amal yo'q. Men o'yladim Kamiljon inimi cho'qim o'riladi deb o'yladim. Balkim bu
Mayrimizning bu naqshni tanlashi Kamil Jalilni nishon qilib tanlagan bo'lishi mumkin va boshqa plan bilan bo'lishi mumkin. Mayli Kamil Jalilni tanlagan bo'lsangizmi, o'rlisingizmi, men buning cho'qim o'rlishim kerak. Chunki bu naqshning ijrosi sizning aytishingiz menga yoqdi. Mening gurbam kelishingizni qarshi olaman. Bu lekinki bosqichlarda yana o'zingizningki xarakteri alohidligini chiqish qilib turib sizga yaxshi alohidligingizni joriy qildirgan naqshlar bilan yana yaxshi natijalar bilan aşı bosqichlarda birlikda bo'lishimni orzu qilaman. Gurbam kelishingizni qarshi olaman. Rahmat ustoz. Bek yaxshi bir asarni tanlabsiz. Güzellik oddiylikda deb bu asar shu turmushimizga shunchalik yaqin, ham komil aytgan vaqtisdami, shu beshidagi naqrat qismlarda shunchalik haqiqiy so'zlagan gap qilgan holatda faqat shu urg'uni tovushni berib turib shunchalik go'zal olgan. Sizmi shundoq yaxshi o'rindadingiz. Shu nurg'un masalan shu hozirgi ommabop uslublarda shu deb har xil agitmalar bak murakkab bir qismlar qatilyotdi-chu. Amaliyotda muzikalarning unchalar murakkab barang-churun qo'yishning hojati yo'q. Mat Fraqlarni qavaqsim unchalar murakkab qo'yishning hojati yo'q. Mana oddiy aytqandingiz shunchalik hayajonlandik, shunda so'yindik, huzurlanib o'ltirdik. Sizdan xo'sh bo'ldik. Aytganingiz shunday yaxshi bo'ldi. Shunga o'rildim. Rahmat. Yuqorida ustozlar degandek, o'rindash yaxshi o'rindalgan uchun o'zingizniki shu Kamiljaning o'rindagan naqsha bu hammamiz anglagan. Buni misra boshlanganda bizning ashta tuyg'u boshladi-chu bu naqsh. Ammo o'rindash kelganda hammamiz qoyil bo'lganligimiz uchun bu yerda bir masala borki, mayli o'rilish o'rilmaslik yoki sizning qaysi ustozni tanlashingiz bu sizningki o'zingizning ixtiyoridagi ish. Ammo yaxshi bo'lgan asarlarga imkoniyat bo'lsa biz o'rilmaslikda ma'lum sabab bo'ladi, o'rilishda ma'lum muddo bo'ladi, sabab bo'ladi. Shuna o'xshash bugun sizni ta'laylik o'quvchilarning birisi desak bo'ldi. Chunki ustozlar asosan degidek sizga o'rildi. O'rindashdi gap yo'q. Xuddi yuqorida ustozlar degandek, agar tanlashingiz bo'lsa, bizning guruhga kelsangiz, men o'xshashlik qarshi olaman. Rahmat ustoz. Rahmat. Abdurahmon. Albatta rahmat shu naqshamni sahnaga kelib chiqib aytib berganingizdan nihoyat xushman. Shunda o'rligim keldi. Azroq o'zim yuqori talab qo'yib olgan cheg'im bor-ku, azroq sharmanda asulabdikina o'tirib naqsh tugab bitib qoldi, lekin eng qaltis ustozlar o'rildi. Qaysi guruhda bo'lsangiz, buning keyin qadamlaringiz, nishonlaringiz texim yaxshi bo'lishini umid qilamiz. Rahmat. Bo'lma qol. Rahmat. Unda olsa Abdurahmon, xil umda ish bo'ldi ya. Rahmat. Ustozlarni ayt yaxshi baholarni berdi. Bizdan hamda mushu minutdan ustozlar o'zini oldini qilgan minutdan boshlab bizning o'rganishimiz boshlanib ketadi. Hozirgi kelguncha o'zinglar tanlab akeldinglar bu naqshni. Qaysi naqshni mushu musobaqaga loyiq ko'rsanglar shuni akeldinglar. Lekin buningdan boshlab ma'lum bir ustozga tava o'quvchi bo'lsa shuningdan boshlab talablar bo'yicha bo'ldi. Hamma ish musha kelib ma'lumdan anglagan har bir so'z, har bir qadamning hammasi yig'ilib bizda ma'lum tajribalarni hosil qildi. Hamda biz sinfga kirib olib unda abi deb o'tmaymiz darsni. Biroq o'sha amaliyot jarayonida ko'rsizlar, anglaysizlar, shu orqali bo'ldi. Qolgan gapni biz hamda ustozlarga erishgandan keyin davomli deyishimiz, davomli anglaymiz. Hozir Abdurahmon ma'lum ustozdan birini tanlaylik. Rahmat. Men uchun o'rinda qo'yilgan barcha ustozlarimga ko'pdan ko'p tashakkurlar aytaman. Rahmat. Mening oxirgi tanlashim bo'lsa, xonim qizlar olamning quyoshi, dil qonining angush tari. Dilkar kiyimlari ana shu angushtar kabi xonim qizlarning esil yarishiqidir. Zilva bo'ylaringizga yarashgan dilkar kiyimlari bilan o'zgi dillarni mahliyo aylang. Dilimda bir yar, tanlashim dilkar. Dili oq, gül yuzlarning yorishig'i dilkar kiyimlari. Tush jamiyati biliyat klubi faqat tijorat so'rili bo'lib qolmay, har tavallikdagi musobaqa nuqtamizdir. Ko'ngil ichish, musobaqa, sahna,
Azadi muhit, rahat kayfiyat birleşken tush jamiyati bilyard klubimiz bilyard qizg'inligini yuqori ko'tarish va xaridorlarga huzur beg'ishlashni maqsad qilgan. Şinjan tush jamiyati bilyard klubi shaklik shirkati. Men Baxtiyor Mamutchush, tush jamiyati hammamizning jamiyati. Qani birlikda tush jamiyatida jam bo'laylik. Yigitning imzor yarashgan bardam qomatiga cho'qila havas qildi-yu, qalbini bilishga amalsiz qoldi. Yigit sukut ichidan o'zini izladi. Imzor uningga "Men sana hamroh, har vaqt mardona bo'l" dedi. Yigitlarga hurmat yor bo'lsin, erkak zinnati imzor bo'lsin. İmzor kiyimlari. Sağırıp pişkan ürüknün taze may bağlagan yerden camның qaq suyunu tayarladık. Şu yılları 75'de olturup yegen kökçinin təmini camның kökçisinden detedik. Can dadamның yaxşı gördüğün əsəl suyumu camda var. Biz içip köngen, balılıq çağlarımızda öyi öyledi köygen bu içimlikni əmdi qaytı tapdık. Cam. Aku, oxşagan bir tamaq olsa yep kelsek olmamdı. Çoğun ustamның құрышlarını elip ne deysek okşaydı emasma? Neydi ba o? Dukka isimlik hemme yedi ba. Çoğustamның namı yetti şerşege Tamları okşap ketti hem yerde Çoğustamның namı yetti şerşege Tamları okşap ketti hem yerde Çoğun ustamның çoğunluğu ba. Çoğun ustam tayyar tamaq ve tetik qo'llari. Rayonimizdagi izlash shirkati izlash kirgizgichni bozorga soldi. Izlash kirgizgichning ekran tarjimoni sizning har xil tarjima ehtiyojingizdan to'liq chiqadi. Mayli xat, rasm, film bo'lsin, o'xshashlar tez ham to'g'ri tarjima qila oladi. Uningdan boshqa ovozli kirgizgich iqtidori sizning vaqtingizni tejab bera oladi. Eng yangi qo'shilgan izlash ahli yordamchisi sizning har qanday savolingizga tez ham qanoatlanarli javob bera oladi. To'solqisiz fikr almashtira olasiz. Qani, sizmi izlash ahli iqtidorli kirgizgichni tushirib sinab beqing. Səhər, o armanlarını çoqalağı yazğan qırallıq çağlağı oxşaydı. Xoşallıq izdigüçülər üçün turmuş ula yaqtırıb rəng bərgən rəsmdək huzurluqdur. Xalığanda quşqa və ya ki yağmurğa aylanıdığan. Mənilik yaşaşını istemək bolsaq, özümüzə davamlıq ilham berəyli. Bu ilham sağlamlıq bolsun. Hayatımızga göhər sağlamlıq məhsulatları həmrah bolsun. Göhər. Vaqt rahimsiz. U hamon bizni qayirtidi. Lekin go'zalligimiz o'z qo'limizda. Altın göher kollagenlik aksıl yürüşlüki, sümürüş çallıqı yuqori kollagenlik aksıldan işlengen bolup, asalla yüz terisiga sınıp terigi su toluklaydı. Terinin elastikliğini yuqori kötürüp, qoruq tushishning oldini aladi. Teri hücayirlerini ozonluq bilan ta'minlab, terini tegidin süzük, yumran qilib, dağ tushishning oldini aladi. Terining hayotiy kuchi dal kollagenlik aksıl. Altın göher kollagenlik aksıl yürüşlügi. Ablet alaykum ustaz. Mübarek. Faqat tirishchanlik ko'rsatsak-la, hayotning bizga beradigan fursatlari intayin bo'lgan. Muborak bo'lsin. Bu fursat bilan boshlangan kelgusingizning yaxshi natijalar bilan davomlashishini umid qilamiz. Abdurrahman Tursun bu mayırımız bu birinci basqıçlık ötkelde Nimişqa temiz etken akşına ep geldi. Naytı sahnedeki alıtı örülgenden keyinki sahne alıtım yaxşı oldu. En mühimi ben örülüştüm burunqi bana ta'sir qilgan ovoz tusi, naqshi ijrodagi naytı bir odamga beradigan bir xotirjam bir tuyg'u. Naytı rahat aytib tügetdi bu naqshni. Men bilan qidirgan boshqa ikki ustoz uchaylan o'rilgan bo'ldik. Bu mayrimizmi men yana bizniki Hərdən bağ qrupimizni tanlab bizniki qo'shinimizga kirdi. Bu mayrimizning bundan keyingi natijalarining təxmin yaxshi bo'lishini va keyingi bosqichlarda biz bilan o'rtaq bizning yetaklashimizda, yaxshi bir hamkorligimizda o'ziniki yana boshqacha bir holatdagi bir o'zida bor bo'lgan xoslik aloyliklarni texnik yo'llantirish uchun o'rtoqlashamiz. Önümdə çıraqlıq köynək oldunuz? Çıraqlıqqa sizga yarabdi-da. Ha, mən şundaq çıraqlıq köynəklərini nədə yeyishimi qat'iy uqmayman. Qaysi markaniki bu? Dilkar markasidagi, ya'ni Aygul muallim obraz vakili bo'lgan Dilkar markasidagi ayollar kiyim-kechaklari shu yerga berib olsangiz bo'ldi. Ha, amis mən berib ko'rayjim, necda avlay.
Abdunum rayonimizning tantarbiya va adabiyot san'at kasbiga o'rtaq kuch chiqarib kelayotgan Tush jamoati bilyard klubi cheklik shirkati Mayirlarga omad tilaydi. 我的心里只有你，没有他。 Yaxshimisilar ko'pchilik. Men Qashqar Konshya san'at o'makdan keldim. Ismim Baxtiyor Ali. Men bu qattim 6-qara Yipakul sadosiga kelishga turtki bo'g'ini bo'lsa, men kichigimdan Yipakul sadosini burundil yoqtirib ko'ratdim. Ko'rish jarayonida meningmi shunday bir chiqqim bor edi. Shuning bilan bu qattim keldim. Mening yaxshi ko'radigan naqsh uslublarim bo'lsa, Tongsu, Liuxing degandek uslublarni yaxshi ko'raman. Bu programmaga qatnashishda mening uydagilarim, ota-onam, cho'ng dadam, ya'ni bizning xizmatdoshlar, Konshya san'at o'makdagi bizning Tonjang meni qo'lladi. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat.
Ahvalınız yaxşımı? Yaxşı, Neymen qaldınız? Bugün ayalımның туылған күні еді. Шуңа Алтын Göher şirketinin Ay Göher markasidagi bir yurish kirim buyumlarini ayalım soğatlık üçün hep mağdayım adaş. Dadan əmsimənmə ayalımı bir yürü soğatlık edip ayalımın könlünü hoş qılasam öpkən. Bildi başlap barayım mı? Yürüň hemen başlap öpürüm. Rayonimizda güzellikle söygüçü hanım kızlarının oldun tanlışı bulup kelayotgan sübət ve fason jihatda hanım kızlarının olqishiga hem itiraf qilishiga erishayotgan 18 yıllık tarixga ega dildor kiyimlari mahirlarga omad tilaydi. Birinci derecelik mukofotga erishgan mahirni Shanghai Göher Groyi çeklik şirketi 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. İkinci derecelik mukofotga erishgan mahirni Xinjiang Cho'ng Ustam yemeklik çeklik şirketi 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Üçüncü derecelik mukofotga erishgan mahirni Xinjiang Herdembaq yemek-içmek pay çeklik şirketi cam yürüşlük içimlikleri 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Dördüncü derecelik mukofotga erishgan mahirni Xinjiang imzar kiyimleri 40 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. 5. derecelik mukofotga erishgan mahirni bo'lsa Xinjiang Chuish jamiyati bilyard klubi çeklik şirketi 10 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. Onun başqa 6. derecelik mukofotga erishgan mahirimizga ko'ngil so'g'imiz tayyor bo'ldi. 6. derecelik mukofotga erishgan mahirni Xinjiang Dilkar kiyimleri 5 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. Mahirlarimizga omad tilaymiz, natijilik bo'lg'aysizlar. 尊敬的各位导师们，你们好，我来自新疆巴楚县。Hürmetli ustazlar, emmalarning mush vaqt xayrlik bo'lsin. Mening ismim Baxtiyor Ali. Xinjiang Maralbeshdan keldim. Qashqar Konsha san'at umekda ishlayman. Biz hozir udunla ma'lumlarimizningki pozitsiyasini anglab baqilay. Nishkasida o'qiganmi? Qashqar san'at maktabining Jongjan naqshkasbida. Buningki mushixil bambasini Jungo Xonshiyinda Ekram fikimiz mush bambani mush uslubda mushunda aytgan. Bek yaraganti men bu xil o'zgartishchi. Bek xoslik o'zgachilik bor. Bu ukam shuni asosiy muvaffaq qilib o'rganibdi. Asosiy jihatdan hissiyat ijrolari joyida. Menga yarda bu naqshni aytishingiz bundan keyingi bosqichlarda yana o'zimizniki yaxshi bir holatlarda yana birga men ishni xohlayman. Xalsanız mening gruppamga kelsangiz bo'ldi. Bu inimizniki bayam mush naqsh o'rilishida cho'qim muntazam bir tarbiyalash ishoratini berib turuvchi o'rilishi. Bo'ldi bu o'rillash jihatda andaq o'rildingiz deb ko'p nim qilmay. Agar tanlashingizda bo'lsam, mening gruppam kelsangiz, biz bundan keyingi yo'llarni bilmoqsak bo'ladi. Mening gruppam sizni qarshi oladi. Rahmat. Nurg'un naqshlarimiz sahnaga chiqqandan keyin nafas ko'tarilib ketib qoldi-chu. Uni kontrol qilmoq oson emas, bektas. Chunki ham jiddiylashish bo'ldi, ham qo'rqish bo'ldi, lekin siz qo'rqib turibmi? Yana oldiga qarab mingayverdigan ekansiz, shunda hayratli ekansiz. Shu nafaslarni yana shunday yaxshi kontrol qilib mangdingiz, shuning bilan cho'qim shu naqshida bir oz deganda 3 yil yoki 4 yil naqsh dars qilgan o'xshaydi dedim. Umumiy jihatdan aytganda sizdagi hissiyot, ifodalash, shu naqshiniki mazmuniga cho'kish, sizning mana shu sahnadan huzurlanishingiz bizga bir huzur ato qildi. Rahmat sizga. Gruppamga keling. Shunda xo'shal turibsiz tarsam shunda. Men bu yerda o'tirib bir xil suyunib ketib borman. Haqiqatan bek yaxshi ijro qildingiz bu naqshni. Rahmat sizga. Qolgan bolalarimiz o'xshaydi. Ustozlar shunda yaxshi bolalarni berdim. Meningmi sizga olgan bayim bek yuqori. Bo'lsin, mening gruppam kelgan bo'lsangiz, qulam ko'ksimda bo'libdi. Chiq bundan keyingi jarayonlarda kuchimning yetishicha siz uchun ashta bir raus bir xizmatlarni qilsam deyman. Rahmat sizga. Menga fikrim asosan ustozniki o'xshash. Sen yaxshi aytib bizni ta'sirlantirgach 5 yilimiz o'rildi. Seni yetaklashga tirishimiz, davomli sendek bunday yaxshi bolalar chiqishini umid qilamiz bizmi? Ishlaringga qo'yamiz. Rahmat. 用国家通用语言文字演唱，对这个少数民族选手来讲也很不容易。你唱得很好，感情表达也很到位，希望你继续努力。谢谢老师。 San'atga aslında maskamdi. Shamolim dedi, ko'ni naqshlarni yangilab aytish degan bu davrga qarab bo'lgan narsa. Hozirgi davrning bolalari, yosh bolalarni yaxshi ko'rish maydonini tadqiq qilib, fungasini yangilab, udarlarni yangilab, shunda ama paychisini yangilab, aytish uslubini yangilab kelsak, mana shu naqshlar bir davrdan bir davrga ulinib mangdi endi.
konpet qo'yiversak, bizdek odamlar yaxshi ko'rib, o'tkitimiz yosh bolalar anglamay qoladi undaq shuni. Mana bunda yangiliklar yuz berib tursa, yaxshi asarning keyingi avlodlarga, yoshlarga miras qilishiga jiq foydasi bor. Yaxshi asarlar yo'qolib ketmasligi kerak. Shu jihatdan mana ustozlar bak yaxshi baho berdi. 5 yil ma'lum o'rilgandan keyin cho'qim yana bundan keyin saniga chiqsa degan gap. Hozir ma'lumdan birini tanlig'ida. Bu ukamim şu Hazreti Ali'nin yençan kuyusunu köygen balı. Köygen mi? Baxtiyar ustozlarning ashlar deginiga keling. Deginiga ham keling. Mening oxirgi tanlashim İpek yolu sadası, sevginin yok çigresi. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çigresi. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. Gümüş dağlar çok iyisi, nur kaynadı yüreğe. İpek yolu sadası, sevginin yok çiğrası. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çiğrası. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çigrası. İpek yolu sadası, hoş avazlar seynası. Bir dilekten Allah göz açdı seherde. Bir dilekten Allah göz açdı seherde. Ulaşdı toyga toy, taxit tilen seferde. İnsan şah seferde, baxtikler seferde. İnsan şah seferde, baxtikler seferde. İpek yolu sadası, sevginin yok çigrası. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası.